Tan oling, yolg'onchimiz, tan oling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qarshingizda men Ereskul Forzumrod. Demak, biz missiyani boshladik. AQShdagi Epstein ishi insoniyatni asl ikkinchi yuzini ochib berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu o'rinda xalqimiz orasida yuradigan bir naql bilan boshladim. Yo aslincha bo'l yoki ko'ringanicha bo'l. Do'stlar, menga qiziq. Nega uyimizda hech narsa bo'lmasa ham atrofdagilarni choyga taklif qilamiz? Milliy urf-odatmi bu yoki yolg'onchilik? Nega o'zimiz ahvolimiz og'ir bo'la turib, tanishlarimizga ahvolimiz yaxshiligini aytamiz? Nega? Nega oldimizda halol ayolimiz bo'la turib, telefonimizga parol qo'yganmiz? Nega? Javob bering. Albatta farzandlarimiz dini diyonatli voyaga yetishini barchamiz xohlaymiz. Lekin amalda ularga o'rnak bo'lmaymiz. Nega? Mendan bo'lgan farzand bu deb turli xil fe'l-atvorimiz